Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini, yuz parvarish qilish haqida har xil life hacklarni, ma'lumotlarni aytib o'tadigan Komux.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan yuzimizdagi qora nuqtachalar haqida gaplashamiz. Siz yuzingizni har doim parvarish qilasiz, lekin afsuski, u qora nuqtalardan qutula olmaysiz. Siz noto'g'ri narsa bilan qarshi kurashyapsiz. Ko'p odamlar qora nuqtalarni yog'li ipchalar bilan adashtirib olishadi. Lekin bu bir xil narsa emas. Yog'li ipchalar terining tabiiy holati, uni tozalash mexanizmi ularni teshiklaridan kulrang oq chiziqlar sifatida ko'rinadi. Ayniqsa burunda sezilarli darajada ko'rinadi. Ularni olib tashlash kerak emas. Ular teriga zarar yetkazmaydilar. Yuz tozalashning to'g'ri ketma-ketligi. Bitta tozalovchi vosita bilan yuzimizni tozalashimiz bu xato. Sababi SPF qilamiz va kun davomida ko'chib yurganimizda yuzimizga har xil bakteriyalar yig'iladi. O'sha yig'ilgan bakteriyalarimiz ochilgan porlarga tushib, mikroblar yig'ilib borib va yuzimizda qora nuqtachalar hosil bo'ladi. Yuzimizdagi qora nuqtachalardan xalos bo'lish uchun yuzimizni 2 marta tozalashimiz kerak. Albatta, kechki parvarishimizda birinchi o'rinda gidrofil moyi yoki balzam. Bulardan keyin albatta yumshoqqina yuz uchun gellar yoki kremiy penkalardan foydalanishimiz kerak. Muammo yuz baryeringizda. Agar yuzingizni yaxshilab yuvsangiz ham, lekin o'lik teri hujayralari yog'ning chiqishini to'sib qo'ygan bo'lsa, qora nuqtachalar yuzingizga qaytib kelishi mumkin. Shuning uchun yumshoq, muntazam peeling qilishingiz shart, ammo skrab emas. Tarkibida becha bo'lgan mahsulotlarni tanlasangiz bu yaxshidir. Ular jismoniy zararga qaraganda chuqurroq va yaxshiroq tozalab beradi. Agar teringiz juda ham sezgir bo'lsa, yumshoq pH kislotali pedlar yoki ferment kukunlardan foydalaning. Yuz terimizni namlantirish. Ammo haqiqatdan ham namlik yetishmasligi bo'lgan teri, suvsizlangan teri o'zini himoya qilish uchun ko'proq yog' ishlab chiqarishni boshlaydi va siz yana tiqilib qolgan teshiklarga ega bo'lasiz. Shuning uchun yengil namlantiruvchi gelni unutmang, hatto yog'li teri bo'lsangiz ham. Yuz teringizni o'ta qurib ketishini kutmang. Bu har doim teskari zarbaga sabab bo'ladi. Va bizni onlayn do'konimizda yoz uchun o'ta yengil bo'lgan kremlarimiz bor. Ulardan bir ikkitasini ko'rsatib o'taman. Dr. Altay brendidan 345 kremi, Dermafactory brendidan Aqua Puring gel krem va yog'li yuz terilar uchun Gelivit Extrali Roundlab brendidan Mugwort kremi bu yuzimizni hatto tinchlantirib beradi. Siz bugun qora nuqtalar bilan qanday kurashishni bilib oldingiz. Agar sizda yana qora nuqtachalar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz sizga javob berishdan xursandmiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!